biz o'sha Xitoy mashinasi deb mensimaydigan FAV barcha mashinasiga mana shunaqa солнцезащитный козирок qo'yadi. Ya'ni shoferlarga qulaylik yaratish maqsadida. Tigashda ham bor, mana furgonda ham bor. Lekin Mercedes kopiyasi bo'lgan mana bu KAMAZ 54901 qo'ymagan. Negadir mana 10ni bor. Mana bunaqa qiyshiq bo'lib turibdi, ko'rgan bo'lsangiz. 10ni bor, o'zi yo'q. Savol. Bu ham bitta ekonommi yoki zavod esdan chiqarganmi? Shu narsani ham ekonom qilyaptimi zavod shunda hozir? Mana xuddi Mercedes kopiyasi bu. Eshik ruchkalarigacha даже, mana kabinani dizaynigacha, bokovoy oynani joylashishi, faralar faqat sal o'zgarishi bor. Обрисовка, xullas, hamma narsa Mercedes kopiyasida, lekin o'sha narsani qo'yishmagan. Yoki buni shofer sotib olib qo'yish kerakmi? Xuddi biz GMdagi. GMdan mashina olsangiz albatta sotib olib qo'yasiz nimadir. Bu yerda ham shunaqamikan?